Tahlil natijalarini yo'lak oxirisidagi infeksion vrachga olib boring. Ha. Immunitet ancha tiklanibdi. Dorilarni ham kamaytirib yozib berdi. Mumkin doktor? Keling, kelavering. Faqat hammasini o'z vaqtida iching, xo'pmi? Xo'p, rahmat. Yo'q. Sizga uchrashimni aytishdi. Sizda OITS kasalligi kuzatilyapti. Nima degani? OITS bu odam immunitet tanqisligi sindromi. Boshlanishi bosh og'rig'i, isitma, holsizlik, limfa tugullari shishiga olib keladi. Keyinchalik immunitet zaiflashgani sari oddiy kasalliklar ham og'ir kechadi. Qanday yuqadi? Xo'p, onadan bolaga yuqadi, emizayotganda, homiladorlik vaqtida, tug'ayotganda, himoya vositalarisiz jinsiy aloqa qilganda, qon orqali ham yuqishi mumkin, ya'ni zararli ignalar orqali, havodan, qo'l berib so'rashganda, quchoqlashganda, idish-tovoq orqali yuqmaydi bu kasallik. Hozir chiqib ketgan bola shunaqa kasalmidi? Ha, 5 yildan beri. Mana shu boladan ozgina qon oqish kerak. Nega? Men bilan gaplashmayapti. Mana pul. Xo'p, biz qilamiz. Gaplashsammi yo'qmi? Yo'q. O'ttilar. Nimaga gaplashmayapsan? Men uni o'ylab gaplashmayapman.